Shu video ko'ringlarda oxirigacha. 10 ming so'm beraymi sen? 10 ming so'm beraman, morojniy ham olib beraman, lekin qara, shu vallini baku, kallang iminlab aylantirib, 3 marta ishlab, kallang aylantirib haydab bersang. Kallang 3 marta aylantirasan. Yaxshi. Do'ragi. 3. Boshqatdan bana. Ana yıkıldı. Akam bor-ku, dedim nazik, ko'nglimni og'rit. Geçiyor. Makara konuşattı. Kan yıkıldın mı? Xo'p, qadrdonlar, videoni ko'rdik. Bu epidemiyaga o'xshab ketyapti bu. Kontent uchun, prosmotr uchun nimalar qilyapsizlar? Bu ikkinchi video bu. Yaqinda bitta video qo'ygandim. Bitta aka ham xuddi shunaqa qilgandim. Bu ikkinchisi bu. Endi bu qisqirtdi endi. Asha boshini aylantirib, shuna velosiped minib, prosmotr yurish, kommentga kirsangiz, yaxshi ish qilibsiz, unaqa qilsiz, odamlar nima bo'lyapsizlar? O'zingizlar farzandinglar shunaqa qilsin-chi, birontasi qarab turaverasizlarmi? Bu qaraydigan odamlar bormi bularga? Bu nimani bo'lsa kontent qilishaverami? Ko'ringlar yaxshilab. Asha aylanib bir bosh yiqilib yo biron joyga urilib, biron narsa bo'lib, biron nogiron bo'lib qolsa kim baqadi uni? 10 ming so'm beraman. Biz uchun katta pul bo'lmasin mumkin u pul. Bolalar uchun katta pul 10 ming so'm pul. Sal e'tiborli bo'laylik, video ko'ringlar yaxshilab. Bu ikkinchisi bo'ldi. Birinchisini ham ilova qilib qo'yib ketaman hozir videoga. Bugacha 10 ming beraman. Agar haydayotgan paytingda 3 marta boshingni mana shunaqasiga aylantirsang. Tushundingmi? Kontent uchun, bir prosmotr yig'ish uchun, bir manfaatlar uchun har xil narsada olavermanglar.